Okalar sotuvimizga 2016-yil oxiri 17 kuzov bilan chiqqan Damas kelib qoldi. Metan gazlari bor. Qashli yangi 13 ballonlargacha taqib qo'yilgan, mana bunaqa Nexus deganlargacha ustunovka qilib qo'yilgan ekan. Bunaqa bayroqlangan knopkalar bor. Probeglari ham zo'r oklar, 246 ming kilometr. Oyna ochadigan knopkalar, oynalari ham elektronga qilib qo'yilgan. Dinoy poliklargacha solingan, patroklargacha apishka qilib, salonlari polni koja qilib qo'yilgan ekan. Kirada yurgan mashina emas okalarimiz, zenalarni ko'rib, orqa zenalarning holatini tetik bo'lib turibdi. Eng oxirgi zenalari ham bor. Yosh katta odam haydagan daji orqa oynalargacha tonirovka qilinmagan 30-40% joyda kraskasi bor. Lekin suyaklari, ziziklari butun germetikalarni qo'yilgan. Zavodskiy joy-joyida bo'lib turibdi. Quyilgan germetika emas. Damas haydaydigan okalarimiz o'zi shunday ko'rib bilib olishadi. Germetikalar zavod bo'lib turibdi okalar. Motor, hadovoy, korobka moslari ham yaxshi holatda, yaxshi inson bo'lsa, mashina generalniy daveniyasi ham chiqadi. Bu super chiqqan variantda, yonida podnoshkasi bo'ladi, orqa tarafda dvorniyli varianti. Shunaqa yaxshi mashinalarni birinchilardan bo'lib olish uchun bizani Telegram kanalimizga o'tib olinglar akalar. $2900 bo'lsa berib yuboramiz. Olib foydalanib qoladigan joyi.